Hojatxonaga garevimi? Hojatxonaga nima? Bugun sizlar bilan O'zbekcha Nastya. Men ko'chadan keldim, birinchi uy kiyimlari kiyaman. Sizni uy kiyimlaringizni bizni sinfdoshlar shanbalikka kiyardi. Qizlari faqat. Ana bo'ldi. Agar so'raysizlar nimaga ko'chadan tualetga bormadim, 3000 to'lamayman-ku, uyda tualet bor. Bundan ko'ra 3000 to'laganingiz yaxshi edi. 3000 uchun xalqni azoblayapsizmi? Birinchi hojatxonaga menga tualetni bo'lmaga kerak. Birinchi hojatxonaga sizga tualetni bo'lmaga kerak. Ikkinchisiga nima kerak? Uchinchi hojatxonaga nima kerak? Bir marka yetadimi? Ha, bu yetmaydimi? Mumiyo bo'lmoqchimisiz nima balo? Va cho'milish uchun politensa olaman, yana shampun. Siz vannaga kirmoqchimisiz yo tualetgami? Menga nima qizig'i bor? Sirachkalarni yechamiz. Ota qulog'im juda o'zi charchadi. Qulog'ing, uzr. Cho'milgandan keyin menga pijama kerak bo'ladi. Hammaga qiziq. Bu qizga cho'milgandan keyin nima kerak bo'ladi deb o'ylanib o'tiruvdik biz. Buni menga poдружка sovg'a qildi. Qarang, qanaqa pushti rangi. Gapni qaranglar. Qaranglar. Poдружка sovg'a qildi. Poдружkangiz chekada sigaret chaqib o'tiribdi, bekor sovg'a qilaman deb. Men juda yaxshi pushti ko'raman. Nima? Men juda yaxshi pushti ko'raman. O bila. Bo'ldi, hojatxonaga men tayyor. Bizga hozir hojatxonaga tayyorlanish madaniyatini o'rgatdilar. Yurgan ekanmiz-da, biz bilmasdan indamagina kirib chiqib, bunga oldindan tayyorlanish kerak ekan, bila. Va keyingisi garevimi nima uchun qiling, kommentariyada yozinglar. Qilmang shuni, boshqa qilmang. O'chiring kamerani, telefonni urib sindirib taylang.